Voy, buni sakrashini tochog'ini. Voy, nima deyapti? Look at Assalomu alaykum azizlar. Sizlar bilan bugun gaplashadigan modelimiz BG60 haqida bo'ladi do'stlar. Ushbu tochog'imiz kapot ostida 403 ta otni jam qilgan polniy привод gibrid model hisoblanadi do'stlar. Oldi tomondan, ya'ni 300 kani berib turuvchi ushbu gigant elimizga, xalqimizga juda ham manzur kelgan modellardan hisoblanadi do'stlar. Xo'p, bitta quvvatlangan zaryadka polniy bak bilan 1300 km masofani to'laqonli bosib o'ta oladi. Tezligi esa razgonga 6,5 sekundda 100 tezlikda harakatlanadi do'stlar. Xo'p. Ushbu mashina haqida batafsil ma'lumotlarni berib o'tadigan bo'lsak, bo'yi salkam meni yelkam bilan barobar. 300 kani beruvchi tochoq, oldilarimiz polniy monolit farlar bilan jihozlangan. Kapot ostida esa 1.5 turbina va elektro motorimiz joylashgan. Undan tashqari orqa tomonda yana bitta elektro motor joylashtirilgan do'stlar. Jami 403 ta kuchni tashkil qiladi. Xo'p, ushbu mashinamizga keladigan bo'lsak, diska balonlarimiz 20 dyumli diska balonlar taqib qo'yilgan do'stlar. 6 talik o'rindiq. Kattalik jihatdan 300 ka bilan eniga ham, uzunligi ham bir xil hisoblanadi. Xo'p, ushbu mashinamiz haqida ma'lumotlarni to'liqligicha beradigan bo'lsak, 360 kamera. Tashib o'tamiz. 360 kamera. Polniy panorama tom, slipoy zonalari. Bakoyda isitish funksiyalari ham mavjud do'stlar. Keyin endi ozgina hayajon bosyapti. Ushbu gigant ichida do'stlar, multi elektron uslutilni rol. Stop-stopga necha baho deydi-yu. Xohlasangiz buni 4 ta balonda, 2 ta balonni blok qilib qo'ysangiz ham bo'ladi. Bemalol mana mashinamizni zavat qilishimiz mumkin. Rullarni barmoqda boshqarsanglar bo'ladi do'stlar. Multi elektron uslutilni rol, cruise control, auto hold, adaptivni cruise control. Undan tashqari do'stlar, head-up display. Kolonkalarimiz nima deyapti deydi-yu. Polniy salon ichida ham video registratorlar joylashtirib qo'yilgan. Bunday tomlarimiz panorama tom do'stlar. 6 talik o'rindiq. Mana yulduzli osmonni bemalol tomosha qilib ketsanglar bo'ladi do'stlar. Bundan tashqari, вообще ochkini taqib to'g'ri keldimi yo'qmi? Qarab olsangiz ham bo'lar ekan. Oynasiga necha baho deydi? Bu Xitoy nimalar qilib tashyapti do'stlar? Kommentariyaga o'z fikringizni yozib o'tasizlar. Lekin meni o'zimga juda ham yoqdi ushbu tochoq. Bir paytlar orzu edi. Allohga behisob shukr. Mana shu kunlarga ham yetdik. 300 kani kattaligidagi, gabaritidagi mashinani tim bo'li 6 talik o'rindig'i bilan maza qilib oqib mamdor hoji akalarni mindirib olib, tog'larga, bog'larga yurishga nima deysiz do'stlar? Funksiyalarda mayli chalkashmaymiz, yana davom etamiz. Bu mana bitta start-stop joylashgan. Kameralar bilan 360 polniy krugovoy tomdan mashinani yon atroflarini to'liqligicha ko'rsatib turadi. Xo'p, bezprovodnik zaryadchiklarimiz joylashtirib o'tilgan. Sidinalarimizda abagrev massajigachon bor. 6 talik o'rindiq do'stlar. 6 talik o'rindiq. Xo'p. Yo'qda nimalari bor ekan? Mana oynalarni bu yoqda ham opa-singillarga ham ushbu tochoqni bemalol sovg'a qilsanglar bo'lar ekan. Oynalarga yuziga bemalol qarab sochlarni to'g'irlash uchun tomlarimiz polni ochiladi, shtorkalarimiz ham yopiladi. Xohlasangiz mana lyukimiz ham ochiladi. Bolajonlar mana bu o'rtaga turib olib, qo'shuqlarni eshitib, bemalol boshlarini chiqarib, baqirib tog'larga borib o'ynab qilib yuradigan tochoq haqiqiy o'zbegimni oilasi bop mashina keldi do'stlar. Buni xarid qilmaslik katta xato deydi-ku. Undan tashqari xolodilnik bor. 2 litrli baklashga ham bemalol kirib ketar ekan hoji aka. Bosib boradigan joyi lekin.
stakanchik joylariga necha baho. Shaybali, mana qarang. Xohlasangiz gibrid rejimga o'tkazasiz, xohlasangiz tok, mana. Bemalol. Avto hold. Mana rejimlarni qarang. Tog'da yurishga moslashtirilgan, funksiyalari ham juda ajoyib ishlangan. Suvda yurishga mo'ljallangan. Mana suvda ham bemalol haydasangiz bo'ladi. 90 santimetrgacha bemalol harakatlanaveradi suvda ham. 80 santimetr ekan do'stlar, adashibman. Hop. Kechirasizlar aziz do'stlar. Xo'p. Bundan tashqari yana nima funksiyalarimiz bor? 360 ta nazorat qilsak bo'ladi. Bunini mana shu gigant toychoqning narxiga keladigan bo'lsak do'stlar, atiga 55 ming dollarni tashkil qilyapti. Hozirgi kunda endi utilizatsiya boshqani hisobiga shoshilib qolamiz do'stlar. Bosib yuboradigan joyi aynan vaqti, kuni, soati keldi. O'ylanmang. Allohning o'zi yetkazadi. Naqdga bosib yuboradigan joyi do'stlar. Bemalol kelib xarid qilsanglar bo'ladi. Oilaviy, semiyli, haqiqiy komfortni beradigan toychoq hisoblanadi. Shaxsan men o'zimga yoqdi. Inshaalloh Xudo xolasa niyat qildim. Sizlarga ham like bosgan insonlarning barchasiga mana shunday toychoqlarni oqib, mana hoji akalarni mindirib yurish nasib qilsin. Ayniqsa otamga, onamga degan farzandlarga nasib qilsin deb qolamiz do'stlar. Vobshe mazza-yu. Mendan chiqib ketgim kelyapti lekin. Gap yo'q. Sidinkalarni o'rindiqlari mana to'liqligicha o'zingizga moslashtirib bitta harakat qilib ko'ramiz. Chiqa olamizmikan? Endi mana bitta bolajonlar chiqib qolib, tikka turib, mana bitta qo'shuqlarni aytib ketsa, zo'rda. Bizga chiqamikanmiz? Gap yo'q. Biz ham amalladik. Hech bo'lmasa boshimiz chiqdi-yu. Endi men bu rullariga necha baho do'stlar? Mana rullarni qarang, rullarni. Chiqishini, kirishini. Xohlasangiz mana tepaga, pastga qilsangiz bo'ladi. O'zingizga qulay qilib. Undan tashqari head-up display, cruise control, auto hold, tog'da yurish rejimi, sport, eco, normal. Yana nimasini aytay? U sanog'iga yeta olmayapmiz, ko'ryapsizmi do'stlar? Sizlarga ham bir ilindim. Do'stlar, kelinglar, avtosazlarni barchangizni Avtocenter salonimizda kutib qolamiz. Kimga qiziq bo'lsa, pastda raqamlarni qoldiraman. Batafsil ma'lumotlarni shaxsan o'zim qildim. Xohlasangiz xohlasangiz yana kelishamiz deydi-yu. Iloji yo'q narsani o'zi yo'q. Kommentariy, like'larni podeshka sifatida ayamaysizlar degan umiddaman do'stlar.